Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Biz har bir tirik narsani suvdan yaratdik. Yer sayyorasidagi eng buyuk ne'matlardan biri bu okeanlardir. Ular hayot manbai, iqlim muvozanati va insoniyat uchun ulkan omonatdir. Bugun biz yer yuzidagi 4 ta okean, ularning paydo bo'lishi va o'lchamlari haqida qisqacha to'xtalamiz. Olimlarning fikriga ko'ra, yer ilk bor yaratilganida juda issiq bo'lgan. Vaqt o'tib, sayyora soviy boshlagan. Osmondan yomg'irlar yog'ib, suvlar past joylarga yig'ilgan. Qit'alar ajralib, ulkan suv hududlari, okeanlar shakllangan. Bu jarayon millionlab yil davom etgan bo'lsa-da, barchasi Allohning irodasi ila bo'lgan. Birinchi okean bu Tinch okean. U dunyodagi eng katta va eng chuqur okeandir. Uning maydoni taxminan 160 million kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Eng chuqur joyi Mariana chuqurligi bo'lib, qariyb 11 kilometrga yetadi. Bu okean yer yuzining katta qismini egallab, Allohning beqiyos qudratini namoyon qiladi. Ikkinchi okean bu Atlantika okeani. U Yevropani, Afrikani va Amerika qit'alarini bir-biridan ajratib turadi. Atlantika okeanining maydoni taxminan 106 million kvadrat kilometr. Tarix davomida aynan shu okean orqali xalqlar o'zaro bir-biri bilan bog'langan. Savdo va madaniyat rivojlangan. Uchinchi okean bu Hind okeani. U asosan iliq suvli bo'lib, iqlimga va musson shamollariga katta ta'sir ko'rsatadi. Hind okeanining maydoni taxminan 70 million kvadrat kilometrni tashkil qiladi. U Osiyo, Afrika va Avstraliya orasida joylashgan bo'lib, millionlab insonlar hayotida muhim o'rin tutadi. To'rtinchi okean Shimoliy Muz okeani. U eng kichik okean hisoblanadi. Maydoni taxminan 14 million kvadrat kilometrdir. Shunga qaramasdan, uning muz qatlamlari yer sayyorasini ortiqcha isishdan asrab, iqlim muvozanatini saqlab turadi. Azizlar, okeanlar oddiy suv emas. Ular Alloh taolo bergan ulkan omonatdir. Suvni iflos qilmaslik, tabiatni asrash, isrofdan saqlanish bu ham ibodatning bir ko'rinishidir. Kelinglar, Alloh bergan ne'matlarga shukr qilib, yer sayyorasini kelajak avlodlarga sog' va obod holda topshiraylik. Chunki tabiat bizga berilgan omonatdir.